Bu GTA'dagi Phantom Wedge yuk mashinasi. O'yinda ko'rgan narsalaringiz real hayotda ko'rinishini xohlaysizmi? Bugun siz bilan texnika va fantaziyaning tutashgan nuqtasiga sayohat qilamiz. GTA'dagi bir yuk mashina minglab insonlarning tasavvurini ishga soldi, ammo uni yasash bu oddiy o'yin emas. Muhandislik, xavf va ijod mahsuli. Siz bunday mashinani real hayotda boshqarishga jur'at qilarmidingiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.